Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana masalalarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Koding batdan xudo xolasa bugun array 3 ga kelib to'xtagan ekanmiz. Array 3 dan yana davom etib ketamiz. Xo'p, array 3 max spamda nima deydi? Consider leftmost, rightmost ikkala demak, hop, some value in array will say spam. Bu yerda max spamda qanaqa narsa bor? Max spamda har biri bo'yicha forda aylanish kerak. Forda aylanganda adashmasam birinchi elementni mana shu turgan birinchi elementni indeksi bor 0 degan. Ana shu birinchi elementni eng uzoqdagi indeksini topib borish kerak. Birinchi elementmi? Ikkita bir xil elementni demak bu yerda nima qilish kerak? Ikkita bir xil elementni demak bitta sikl qilib massivda bir xil elementlar uchraydi. O'shalarni oralig'ini eng yuqorisini, ya'ni o'sha oralig'ida eng yuqorisini max spamni biz qaytarib berishimiz kerak. Bu nima degani? Misol uchun bu yerda ko'rib turibdi, bir keldi, bir yana shu namsda bormi? Ha, bor. Demak, u 3-indeksda turibdi. 3-indeksda turibdi. Xo'p, 3-indeksda turgan hisobi, demak bu 0-indeksda turibdi. Demak, 3 dan 0 ayiradi. Demak, ularning oralig'i 3 ta ekan. Lekin bu bilan bu ham kirgan hisobiga indeks bilasizlar 0 dan boshlanadi. Обязательно 1 qo'shsak 4 ta elementni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham rezultda 4 chiqqan. Max spam ikkinchisi ekan, yana birdan aylanadi. Eng massivdagi uzoq mana shu birga tegishli element yana birni topadi. Tasavvur qilinglar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ta elementni o'z ichiga oladi, lekin bu yerda 0 dan boshlangan hisobiga 1 qo'shadi va u 6 ga teng bo'ladi. Endi 1 topadi. Xo'p, 1 dan 1 gacha nima bo'ladi? 1 dan 1 gacha oladi. Demak, 1 dan 1 gacha 0, 1, 2, 3 ekan. Xuddi birinchi masaladagi 0, 1, 4 indeks bo'ladi, lekin bu yerda e'tibor beringlar. 0 birinchi indeksda 4 turibdi va 7-indeks bo'ladimi? 6-indeksda ham 4 turibdi. Xo'p, shunda mana shu qiymatni oladi. U уже mana bir ikkita birdan katta hisoblanadi u. Ya'ni bizning sumimizda eng oxirgi eng max spam olish kerak. Bu 1, bu 7-indeks bo'ladi. 7 dan 1 ayiradi. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo'q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan 1 ayiradi. Ya'ni 6-indeks va 1-indeksni ayirmasi demak bizga 5 dan beradi va 0 dan boshlangan hisobiga 1 qo'shib qo'yadi. 6 qiymat chiqadi. Bu xullas nima ish qilinadi bunda? Tushunarli, murakkabli joyi yo'q. Birinchi kelinglar, nima qilaman? Birinchi bitta eng bitta o'zgaruvchi ochaylik. Misol uchun sum degan o'zgaruvchi ochaylik. Bu boshlang'ich qiymat albatta 0 dan boshlanib tursa, clean codingga amal qilamiz. Hop, 0 dan boshlanib tursa, endi biza har bir elementni baribir yurib chiqishimiz kerak. Yurib chiqish deganda har birini baribir boshdan boshlab chiqishimiz kerak. O'shandan namusni lengizni topda bo'ladi albatta. Lengizigacha borish kerak forda va dekrement qilib bittalab ko'paytirib ketirish kerak. Xo'p, shu o'shanda 0 dan boshlandi. Demak bizada bizada xo'p, bu birni oldik. Hozir mana bu birni oldik. Birni olib turib, yana bir marta aylanib chiqishimiz kerak. Mana bu 2 dan boshlab aylanib chiqishimiz kerak. Ya'ni eng uzun spanni topishimiz uchun. Ya'ni birinchi elementga tegishli bo'lgan mana shu massivdagi birinchi element bilan bir xil bo'lgan eng uzoqdagi indeksda joylashgan elementni olishimiz kerak. Buning uchun biz yana bitta for ochamiz. U forda biza j qiymatni demak kelinglar i+1 dan boshlaylik. Uzr, i+1 dan boshlab ketaylik. Chunki
уже bizada i qiymatimiz turibdi hozir. Idagi u mantiqsiz hisoblanadi. Idan yana boshlash i plus 1, ya'ni undan keyingi elementdan boshlaylik va shu jdan katta bo'lsin namsni length va shu jimiz yana ko'payib ketaversin bittaga. Xuddi shunaqa ochib oldik. Endi int jdan boshlandi, teng i plus 1 dan boshlandi. Tak, biz bitta tekshirib qo'yamiz. Xo'p, namsni i'si, misol uchun i'siga teng bo'lib qolsa, namsni jdagi j indeksdagi elementi, demak bir-biriga teng bo'lsa, biz nima ish qilamiz? Biz xo'sh. Bitta int degan count olaylik shu joyning ichida. Yoki qanaqadir numberni olaylikda. Nums isi minus bo'lsa, yo'q, kattadan ayirish kerak, uzr. Nums j isi minus nums isi. Shu elementni ayirib tashlasin va tak plus 1 qo'shsin. Prioriteti minusda katta, o'shaning uchun qo'shib olmaymiz. Prioritetini hisobiga yetib ketadi. Birinchi minusli bajariladi, keyin albatta plusli bajariladi. Xo'p, buni countga oldik. Endi bizda yana bitta ish qoldi. Tak. If agar sumdan count katta bo'lsa, sumdan countimiz katta bo'lib qolsa, sumdan xo'p sumga biza berishimiz kerak countni. Tushundinglar? Mana misol uchun eng maksini olishimiz kerak. Mana 4-shartda hozir agar ikkita biri topsa, ikkita biri topadida countga set qilib ketadi. Bu degani mana ikkita to'r eng uzun max beti mana ikkita birdan katta bo'lishi kerak baribir. Shuni hisobiga ham bitta tekshiruv o'rnatdik biz. Shunda countni qiymatini eng max qiymatini oladi. Biz bu yerda return so'ragan narsasini return qilib berishimiz kerak, ya'ni summa. Kodni to'g'rilab olamiz. Hammasi to'g'ri bo'lsa, bitta ishlatib ko'ramiz. Xo'p, 0 chiqdi. Xo'p, biz mana bu yerda break qilishimiz kerak edi, menimcha, to'xtatib. Yo'q, xato chiqdi. Tak, nimada xato? Nega 1 chiqdi? Hozir. Xo'p, eng to'g'ri yo'l buni nima qilish kerak? Buni IntelliJDga o'tib ishlatib ko'rishimiz kerak. Bizning ishlagan yo'limiz xato chiqdi. Endi buni IntelliJda ko'ramiz. Xo'p, men ochib olamiz. Yopamiz. Tak. Daqiqa. Xo'p. Main classni chaqiramiz. Hop. Tak, static qilaylikmi? Uzr, sizlarga ko'rinmayotgan ekan bu. Glavniy ekranga olib chiqamiz. Xo'p, bizda qaysinda xatolik tashadi? Bizda mana shu nextda xatolik tashadi. Olib tekshiramiz, nimaga xatolik ketdi. Biza tak bitta int massiv ochishimiz kerak bizatini. Bu nums bo'lishi kerak. Xo'p, max span chaqirishimiz kerak. Numsga urishimiz kerak. Hop, nima bo'ladi? Endi ko'ramiz. Qayerda xatoligimiz bor. Xo'p, bu nimadan boshlandi? Xo'p.
birdan boshlandi. Tak. 1 ekan, bu 2 ekan. Teng emas, to'g'rimi? Teng bo'lsa deb shart berganmiz. Demak, ikkinchi indeksda mana J'siga ko'ramiz. 1 ekan, demak teng bo'ldi. Xo'p. Plus 1 count necha chiqdi? Count ko'raylik. Count 1 chiqdi. Tak. Yo'q, 1 chiqishi kerak emas. 1 chiqishi kerak emas. Tak, J birdan bir ayradimi? Tak, J minus I bo'ladi. Indekslar orasida bo'lyapti bu. Indekslarni bitta bug topildi, o'sha indekslar orasida bo'ladi. Shuni o'zida ishlab ketar balki. J minus I bo'lsa, bu narsa kerak emas. Xo'p. Go. Tak, bitta to'g'ri chiqdi, baribir 3 chiqyapti. Tak. 3 chiqishini sababi nimada? 3 chiqishini sababi bizda returnda 3 chiqishini sababi nimada? Tak. Sum plus 1. break уже keyingi elementda taklif etadi. Break qo'yish kerak emas. Keyingi elementda taklif etadi. Xo'p, 3 9 1 nega 0? 3 9 da 1 chiqqan. Bizda 0 chiqqan. Ha, shosh. 3 9 da demak 1 chiqyapti. 3 da ham 2 chiqqan. Xo'sh, tak. Mana shu o'zir testing yeyapti hozir. Tak. Buni qilaylik. Tak, sum 0 dan boshlanadi. Agar mouse mouse o'zi bo'lsin. Teng bo'lsa 0 ga. To'g'ri. Nol qo'yamiz. Xo'p. Shunda bu birdan boshlanadi. Hoppa. Zo'r bo'ldi. Shu bu ham ikkita o'zir chiqmayotgan to'g'rilab qo'ydim. Demak, bu agar bir-biriga ikkalasi o'xshamasa, baribir sumni birdan boshlangani uchun bir return qo'yadi. O'xshasa, agar u pustoy kelsa, pustoy kelib qolsa, 0 ga teng bo'lib qolsa, 0 o'zini return qilib chiqarib beradi. Bizda koding ham shart emas. Tak. Max speed span shu, demak, har bir elementni, misol uchun indeksda turgan elementni, misol mana shu arrayda boshqa indeksda turgan xuddi o'ziga o'xshagan element o'sha max spamini topib berish kerak. Max spami deganda mana bu yerda 1 turibdi va ko'rinib turibdi. Bu max spami va bu 3-indeksda turgan birdagi max spamni albatta kichkina, chunki hisob kitobda ham ko'rib turibdi. Shuni hisobiga ham eng oxirgini topib oldik biz. Aniqda aylantiradi. Misol uchun teng bo'lsa 1 ga, misol uchun ikkalasi 1 ga teng bo'lib qolsa, tasavvur qilaylik, mana bunga keldi, 1 ga tengmi? Count hozir 1, demak minus ayradi. Xo'p, o'shanda 0 dan 0 1 2 ni ayradi. 2 plus 3 plus 1 3 bo'ladi. Countimiz 3 bo'ldi. Keyin bu yoqqa keladi. 0 1 2 3. 3 dan demak 0 ayradi kelganda. 3 dan 0 ayradi, bir to'r bo'ladi. Demak, count hozir to'r, sum 3. To'r 3 dan kattami? Ha, albatta katta. Summa qiymati summa qiymatiga count o'zlashtiriladi va oxirida shunaqa logika asosida
max pan chiqib keladi. Keyingisini ko'ramiz. Fix uch tor almashtirish kerak bo'lsa kerak menimcha. Hop, mana bu ham ko'rinib turibdi. 3 dan keyin to'rni almashtirib qo'yilgan. 3 dan keyin to'r almashtirib qo'yilgan. 3 berilgan. To'r bir o'rniga o'tgan, bir to'rni o'rniga o'tgan. Va bu yerda ham 3 kelganda to'r bir o'rniga o'tgan. Hozir namus tuzgan, nima element qaytarilganlarini ko'rsatsa kerak. Xo'sh, 2 bo'lsa, 3 bo'lsa, 3 4 2 2. 3 bo'lsa, 3 4 2 2 oxirida. Ha, bo'ldi, tushundim. Hop, bu yerda nima ish qilinyapti? Shartni muqovasidan ham xullas 3 dan keyin to'g'ri qo'yib ketgan degan. 3 1 to'g'ri bo'lsa, 1 bilan to'g'ri joyini o'zgartiradi va yana 1 bilan to'g'ri joyini o'zgartirib qo'yadi. 1 1 bo'lsa o'zi massив o'zi chiqib keladi. Ham xuddi shunaqa. Pustoy bo'lsa pustoy, yana qanaqadir amalni bajarsa, yana o'zi chiqib keladi. Xo'p. Tak. Kelinglar biz bitta logika qilaylik. Birinchi 3 topib olaylik sikldan. 3 topgandan keyin bunda уже xohlagancha sikl ishlatsa bo'ladi. Lekin kamroq sikl ishlatsa, kodimiz shunchalik optimizatsiya bo'ladi. 3 topib olamiz. 3 topgandan keyin biz to'g'ri topamiz ikkinchi marta aylanib. Loop qilib. For ichida for qilib topamiz. To'g'ri topganimizdan keyin o'sha to'g'ri 3 yoniga qo'yamiz. 3 yonidagi, ya'ni 3 dan bitta keyingi indeksdagi elementni to'rni o'rnidagi indeksga joylashtirib ketamiz. Va mana shu ikkita almashtirilgan elementlarimizni indeksini biz qanaqadir flag qo'yib ketishimiz kerak. Bu уже almashtirilgan. Misol uchun hozir 3 topadi. Mana oxirida ham qanaqadir nyuans bo'lib qolib, bug chiqib qoladi. Tasavvur qilinglar, hozir men 3 oldimda, mana bu 4ni bu yoqqa qo'ydim, 5ni bu yoqqa qo'ydim. Agar 0 dan boshlasam, ichki siklda bu keladi, to'g'ri qidiradi. To'g'ri emas. Mana bitta уже 3 dan keyin to'g'ri topadi. Уже keyin yana xatolik bo'lib, mana bu to'g'ri olib, mana bu indeksga, mana bu 3 taga, qani yana 3 bo'lsa, mana bu 3 taga mana bu joyga qo'yib ketadi. Uni bitta yo'li, mana bu almashtirilgan, mana shu 4 bilan 5 ni almashtiramiz. Mana shu ikkalasini joyini sikl bilan aylanayotganda flag qo'yib, buni уже almashtirilganligini biza tushuntirib ketishimiz kerak. Bu indekslarga kirayotganda bu elementlar bilan ishlamasa, ya'ni continue qilib ketsa, bu elementlarni tashlab ketsa, bular уже almashtirilgan elementlar deb biza dasturga yozishimiz kerak. Yoki boshqa yo'llari ham bor. Endi birinchi qilib kelgan narsa shu bo'ldi. Xo'sh. Xo'p. Buni yozib olamiz hozir bir daqiqa.
Xo'p, demak, davom etamiz. Muhosib akhir. Xo'p, namiz. Fix, 3 edi. Xo'p. Fix 3 biza flagini qo'yib ketishimiz kerak. Access connect ham. Fix 3 biza flagini qo'yish uchun nima ish qilamiz? Xo'p, kelinglar bitta flag ochaylik. Booleangda array ochaylikda. Bu is check bo'lsin. Tak, is check yozganimizdan keyin new array tak. Booleang new booleang int namusni laymiz. Ya'ni o'sha anaqa bilan to'ldiradi. Hozir false bilan to'ldiradi. Kichkina booleang bilasizlar, default false. Xo'p, biza bitta for ochaylik. Hammaga ko'rinib turibman. For ochaylik. Forda nima ish qilamiz? Xo'p, int qiymat 0 dan boshlansa, tak, idan bo'lsin namusni langizni va shu int qo'shib ketishimiz kerak. Shunda int 0 dan boshlanadi, namus langiz. Xo'p. Kelinglar biza 3 qidiraylik bu yerdan. Namus tak, imiz 3 ga. Xo'p. Endi tasavvur qilinglar, mana bu yerdan 3 qidirib topamiz. 3 qidirib topganimizdan keyin, xo'p, mana shu joyda birinchi siklimiz paka to'xtab turadi. Xo'p. Biza yana 0 dan boshlashimiz kerak, chunki 3 oldida ham to'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Qaysidir shartda shunaqa ko'rdim, 3 oldida to'g'ri turibdi. Demak, agar to'g'ri topsak, mana bu elementni bu bilan almashtiramiz va mana shu ikkitasining indeksini true qilib ketamiz. Keyin unga kirmaydi. For int retain 0 dan boshlanmoqda, chunki biz уже flagga boramiz bizda. Hop, dan katta bo'lsa, namusni langizni va shu jini decrement qilib ketishimiz kerak. Hop. Undan boshlanadi, namusni jisi, namusni langizni jiga teng bo'ladi. Hop. Tak. Nima qilishimiz kerak endi? Tak. Hop, biza tekshirishimiz kerak. Mana shu namusni jisi tengmi 4 ga. Namusni jisi teng bo'lsa 4 ga. Kelinglar, mana shuni bitta o'zgaruvchiga olib turaylik. I plus 1 namus bo'lsin. Namus emas, namusni i plus 1 dagi elementni olib turaylik, bo'lmasa o'zgarib ketib qolishi mumkin. Va biza namusni i plus 1 dagi elementga namusni jisini beramiz. 4 qilib beraversanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. Namusni i plus namusni jisini berdik. Endi namusni jisiga biz nima qilishimiz kerak? Boyiga nam o'zgaruvchiga biriktirilgan elementni berishimiz kerak. Mana jisiga berishimiz kerak. Endi biz boyiga flag qo'yib chiqishimiz kerak. Is check i plus 1 ga true qo'yamiz. Check jisiga ham true qo'yamiz. Bular umuman kirmasin. Bu anaqanchaga. Uning uchun mana bu nima ish qilishimiz kerak? Tekshirishimiz kerak. If agar is check jisi
Xo'p, ischakka jisi. Ischakka jisi. Bunga kerak emas ekan. Просто boya aylantirib qo'yganda to'g'ri qidiradi-da u. Yo. Jis emas. Tak. I plus 1. Plus. Tak, bu true bo'lsa, false bo'lsa kirsin-da, yani fechiga, to'g'rimi? O'sha o'zgartirilgan qiymat shunaqa bo'lib qolsa kirsin. Aks holda kirmasin. Biz o'sha boshidagi namni qaytarib olishimiz kerak hozir bu yerda. Hop, bitta ko'ramiz. Kod juda topildimi qayerdadir. Hop. Mana. Hop. Turun. Xatoli bor. Hop. Break qolish kerakmi bu yerda? Topgandan keyin? Ha. Break qilmasa bo'lmaydi. Xo'p, plus 1 turib qoldi. Yoki shunaqa bo'lsa, check jisi. Xo'p, xatolik bor-ku, nimaga uni xatolik? Xo'p, ko'raylik, 3 topdi. Nimaga to'g'ri olib kelmadi? Savol. 3 topgandan keyin bu 0 ga aylandi. I plus 1 j bo'ladi. O'zgargan qiymati. Bundan sakrab o'tib ketsin bo'ldi. Oho. Keyin bo'lsa 4 ga namsi i plus berib qo'yapti. Plus x ga j ni berib qo'yadi. Va j ga namni berib ketadi. Hop, ischakka plus 1 turib. Break. Hop, ishlatib ko'ramiz hozir. Eng birinchi break qo'yib ishlatishdi. Xo'sh. Static klassga tegishli fix. Store namda biza qana xatoliklar bo'ldi yo'da. Hop, 134. Nega oddiy narsada xato chiqdi? Ko'ramiz. Debug. Uchiga keldi, aylandi, j birinchi o'jan shipga inkor valuesi bo'ldi. Baribir intelligent debugda. Bu yoqda ko'rmayotgan narsangiz baribir bu yoqda ko'rinib chiqadi. Nima qildik? Bitta flag oldik. Ischakka degan flag, balki oson ro'yolari bordir. Birinchi xayolim kelgan narsa shu bo'ldi. Namsi length nechta bo'lsa, o'shaning hammasini false bilan to'ldiradi. False bilan to'ldirgandan keyin biz cycle bitta aylandik massivni. Xo'p, 3 ga teng bo'lsa, ikkinchi siklga kiramiz va uni 0 dan boshlaymiz. Albatta ischakka true bo'lsa, yo hozir shu joyda false turibdi. Albatta false bo'lsa kirsin va agar 4 ga teng bo'lsa, nam bitta o'zgaruvchiga olib turdik, o'shani birinchini 3 dan keyingi elementni olib turdik va uni nam degan o'zgaruvchiga oldik va o'sha nam plus 1 ga, o'shani indeksiga, o'sha o'zgaruvchiga o'sha joydagi qiymatga namni j'sini, ya'ni to'g'ri berdik
to'g'ri desanglar ham bo'ladi bu yerda, misol uchun. To'g'ri sizlar qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. To'g'ri berdik. I plus hamma o'sha J'dagi to'g'ri o'rniga nimani berib ketdik. Kelasi mana bunaqa ham qilmasa bo'ladi. Ya, xatolik bo'lib ketar ekan. Xatolik bo'lib ketar ekan. Bu to'xtanglar, bu i plus 1 ni true qilmasa baribir mana buni J ning indeksi i plus 1 dan ham boshlanib qoladi. Chunki 0 dan olyapmiz biz, ikkinchi forni 0 dan olyapmiz. Baribir mana bu true bo'lib qolsa ham i plus 1 3 dan keyingi elementni flagi true bo'lsa baribir ham joyiga kelib, buni ham tekshirishga harakat qiladi. Chunki shuning uchun bu kerak baribir. Mana 0 dan boshlaganimiz uchun. Balki qanaqadir boshqacharoq optimalning yo'llari bordir. Yoki qanaqadir mana bu 3 keldimi? Misol uchun 3 oldik, 3 dan keyingi to'g'ri oldikmi? To'g'ri qo'ydikmi? O'sha mana shundan keyin 3 plus 3 indeksdan keyingi plus ikkitasidan, undan keyingisidan boshlab ketsin deb o'ylashim. Unaqa holatlarda mana bunaqa vaziyatlar bor. Mana misol uchun 4 keladi, keyin 3 keladi. 4 kelib, keyin 3 keladi. Ana 3 to'g'ri ekan. Sikl unaqa qilsa ham bo'ladi, lekin sal bu bunaqaroq ish. Chunki plus 2 tashlasangiz baribir tekshirishingiz kerak. Overflowga tushib qolishi mumkin, exception tashlab olishi mumkin, index outbound round exception deb shunaqa narsalarni oldini olish uchun biz baribir 0 dan boshlab tekshirdik. Shunaqa oddiy flag qo'ydik, to'g'ri. Ozgina cho'ziladi, lekin baribir xavfsizlik birinchi o'ringa chiqib qoladi bu yoqda.